Boylik aslida kimda? Siz har kuni uyg'onasiz, ishlaysiz, orzu qilasiz, ammo bank hisobingiz o'zgarmayapti. Nega? Dunyoda 7 milliard odam bor, ammo boylik faqat 70 millionda. 1% odam bu adolatmi yoki tizimning natijasi? Bugungi videoda biz siz bilan aynan ushbu mavzuni tahlil va muhokamalar qilib o'tamiz. Oxfam hisobotlari Forbes ro'yxatlari asosida 2023-yilda eng boy 10 ta odam 3,5 milliard odam bilan teng boylikka ega. 1% odam global boylikning 99%ni nazorat qiladi. Boylik mehnat bilan emas, tizim bilan keladi. Tizim sizga qarshi ishlayaptimi? Tizim qanday ishlaydi? Soliqlar, kapital, daromad, qonunlar. Ishchilar maosh oladi, boylar esa tizimdan daromad oladi. Tizimni tushunmaslik kambag'allikni abadiylashtiradi. 1% odam qanday o'ylaydi va qanday yo'l tutadi? Fikrlash tarzi. Menga qancha to'lashadi? O'rniga men qanday tizim yarata olaman? Ular muammoni ko'radi, yechim yaratadi, tizimga aylantiradi. Passiv daromadga e'tibor, ko'chmas mulk, aksiyalar, franchising. Ta'lim, bilim, o'zini rivojlantirish. Ular doim o'rganadi. Moliyaviy savodxonlik, investorlik, strategik fikrlash. Misollar: Warren Buffett va Elon Musk. Amaliy vositalar: korxona ochish, tizim tuzish, shaxsiy brend, raqamli mahsulotlar. O'zlariga ishlaydigan odam emas, tizimlar yaratish ular uchun afzal. Siz nima qila olasiz? Fikringizni o'zgartiring. Men ishlashim kerak o'rniga men tizim yaratishim kerak deng. Oylik maosh bu albatta boshlanish. Asl boylik esa passiv daromadda. Sizda gadjetlar bormi? Demak sizda imkoniyat bor. Kitoblar, kurslar, YouTube videolar, yon daromad manbalari, dropshipping, digital mahsulotlar, freelancing, shaxsiy brend, Instagram, YouTube, Telegram bu esa aktiv hisoblanadi. Investitsiyalar, ko'chmas mulk, kripto va kichik bizneslar. Yakuniy xulosaga keladigan bo'lsak, siz hozir 1% orasida emassiz, ammo 99% orasida qolishni tanlamang. Bugun birinchi qadamni bosing. Tizim sizga qarshi emas, siz uni o'rganishingiz kerak va unga aylanishingiz kerak. Kambag'allik bu taqdir emas, bu tizimni tushunmaslikdir.